Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Dima Dabber YouTube kanaliga xush kelibsiz. Va nihoyat ko'pdan beri kutgan YouTube kanalimni ham boshlab oldim. Demak, gapni cho'zmasdan bugungi video haqida qisqacha aytib bersam. 2025-yilning bahorida bizni qanday animelar kutyapti? Kelayotgan animelarni qaysilarini ko'rishingiz yoki-da ko'rmasligingiz kerak? Qaysi birlari shov-shuv bo'ladi yoki-da e'tibordan chetda qoladi? Bugungi videoda shular haqida gaplashamiz. Tayyor bo'lsanglar, boshladik. Bizni kutayotgan animelarning birinchisi bu O't o'chiruvchilar animesining 3-fasli. Nechta qism bo'lishi hali aytilmagan, premyera kuni esa 5-aprel. Anime haqida qisqacha aytadigan bo'lsam, bu anime har doim ajoyib animatsiyasi bilan boshqa animelardan ajralib turgan. 3-faslda janglar yanada shiddatliroq, animatsiya esa olovni deyarli haqiqiydek his qildirishga yordam beradi. Maslahatim, oldingi ikkita faslni ko'rmagan bo'lsangiz, 3-fasldan boshlab ko'rib o'tirmang. Animening taxminiy mashhurligiga keladigan bo'lsak, 10 ballik sistemadan 8,5 yoki-da 9 olishi mumkin. Buning asosiy sabablaridan biri animening boshqa fasllari anchagina mashhurlikka erishgan. Shuningdek, anime ustida o'sha mashhur Mappa studiyasi ishlamoqda. Bu mavsumda bizni kutayotgan ikkinchi animega ham yetib keldik. O'tgan yili birinchi fasli yaxshigina mashhurlikka erishgan Shamolga qarshi animesining ikkinchi fasli va nihoyat katta ekranlarga yana qaytmoqda. Nechta qism chiqishi aytilmagan, premyera kuni esa 4-aprel. Animening bu mavsumdagi jang sahnalari yanada dinamik va yanada shiddatliroq yoritib beriladi. Syujetga keladigan bo'lsak, Furin maktabi endi yanada kuchliroq raqiblarga qarshi kurashadi. Har bir personaj shaxsiy kurashini boshdan kechiradi, faqat mushtlashuv emas, balki xarakter rivojiga ham katta urg'u beriladi. Animening taxminiy mashhurligiga keladigan bo'lsak, 10 ballik sistemadan 8 yoki-da 8,5 olishi mumkin. Buning asosiy sabablaridan biri animening birinchi fasli tomoshabinlar tomonidan yaxshi kutib olingan. Va nihoyat so'nggi, ya'ni 3-animega ham yetib keldik. Bu mavsumni portlatishi kutayotgan animelarning biri Lazarus animesi. Anime 13 ta qismdan iborat bo'ladi. Chiqish vaqti esa 6-aprel. Animening syujetiga keladigan bo'lsak, kiberpunk va ilmiy fantastikani yoqtiradiganlar uchun bu ayni muddao. 2052-yilda texnologiya rivojlangan, lekin insoniyat kutilmagan falokat yoqasida turibdi. Maxsus agentlar guruhi esa insoniyatni qutqarish uchun bor kuchi bilan harakat qiladi. Animega o'sha mashhur Shinichiro Watanabe rejissyorlik qiladi. Watanabe o'zining Cowboy Bebop va Samurai Champloo animelari bilan mashhur. Lazarus animesi nega bu mavsumni portlatadi? Buning asosiy sabablaridan biri Mappa va Watanabe kabi katta nomlar bilan bog'liq loyiha bo'lganligi uchun. Shaxsan o'zim shu animeni intiqlik bilan kutyapman. Demak, bugungi videoda biz bahorning eng qiziqarli premyeralarini ko'rib chiqdik. Mening shaxsiy fikrimcha, Lazarus animesi eng zo'ri bo'lishini kutyapman. Sizning fikringiz qanday? Qaysi animeni siz ko'proq kutyapsiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoni yakunlashdan avval bir narsani aytib o'tmoqchiman. O'zbekistonda anime kontent rivojlanishi uchun like bosing, do'stlaringizga ulashing va albatta obuna bo'ling. Sizning bu qilgan ishingiz men uchun katta yordam. Sizlar bilan Dima, ya'ni Dilmurod O'tepov bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.